Kecha bitta qiz uborkadan boshqa ishingizam bormi yoki faqat tozalayverasizmi deb yozib qoldi. Ketidan o'zim uy bekasiman, kunim uborka bilan o'tib ketyapti deb qo'shib qo'ydilar. O'zbekistonda paysi 70% ayollar uy bekasi. Uy bekalari uyda ish to'g'ri bo'lsa ham yo turmaydi-ku, to'g'rimi? Masalan, men ham ozgina bekor qolsam, telefonga berilib ketmaydi deb sразу uborkalarimni qilishni boshlayman. Bolalarım toza uyda yursa qanday mazza. Ikkinchi tarafdan men blogim uborka va retsept haqida, lekin asosan qizlarga men uborkalarim yoqadi va motivatsiya beradi. Ba'zi qizlar sizdan ish qilishni o'rgandim deb ham yozishadi. Shu sababdan uborka videolarimni o'zim ham yaxshi ko'raman. Xullas, ko'rib turganlaridek oshxonalarimni tozalab oldim. Endi bir pas dam olaman dedim, balkonga tutildim. Aytgancha gilamlarimizni yuvishga berorganmiz, chunki uyimiz kalga o'xshab qolgan. Gilamlaringiz rabakli plisosda yuvsangiz bo'lmaydimi? deb ham yozishibdi, lekin 4 ta xonani gilamini unda yugunimcha sho'chik 1 yil oldinga qarz yozvorsa kerak. Xullas, hamma ishni o'zini ustasi qilgani yaxshi deb gilamlarni yig'ib berdim. Oshxonam shkaflarni teylar bilan yaxshilab plysos qilib pollarni artib chiqdim. Bittada tozalaganimiz sraz bilinadi. Kim nima desa uborka biz uchun anti-stress, hech qanaqa psixolog ham kerak emas. Nimadandir jahlimiz chiqsa baland qilib muzikani yoqib, mazza qilib uborkalarimizni qilib olamiz, to'g'rimi? Xullas, dam olishga ketishdan oldin uylarimni yaxshilab tozalab oldim. Sizlarga videoim yoqdimi?